qaranglar, kvadrat funksiya. Ta'rif. Y teng ax kvadrat plus bx plus c. A tengimiz 0. Tenglikka kvadrat funksiya deyiladi. Agar y teng ax kvadrat plus bx plus c a tengimiz 0 deyilyapti. Agar a 0 ga teng bo'lib qolsa bx plus c bo'lib qoladi. Bu mana bunga aylanib qoladi. A teng 0 bo'lib qolsa keyin bu chiziqli funksiyaga aylanib qoladi. Hozir kvadrat funksiya haqida gaplashamiz. Xo'p, kvadrat funksiyaning grafigi bu paraboladan iborat bo'ladi. Boshlaylik. Grafiklar. Misol uchun y teng x kvadrat. Oddiy grafik chizamiz. Xo'p. Birinchi x ga son beramiz, keyin y ga. X, y. Xo'p, birinchi buni avval son berishda o'rganib ketsak, qaranglar. F x teng x kvadrat plus x. F joyiga x joyiga 1 qo'ying desa, mana bu joyiga 1 dollar qo'yishimiz kerak. Plus 1. 1 plus 1. 2. Misol uchun 2 navbat qo'ying desa, 2 ning kvadrati plus 2. Necha bo'ladi? 4 plus 2. 4 ga 2 ni qo'shsak 6. Endi x joyiga 0 bersak. X joyiga 0 bersak, y 0 ga teng. X joyiga 1 bersak. Keling. X joyiga 1 bersak, 1 ning kvadrati. X joyiga -2 bersak, -2 ning kvadrati. 4 x joyiga -1 bersak, -1 ning kvadrati 1. Endi mana shuni chizsak bo'ladi. Chizamiz shuni yaxshilab. X y. Xo'p. Demak mana bu o x, bu y. Birinchi x ga nima berganmiz? 0. 0 berganda nima bo'lgan? 0. Demak 0 nuqta mana bu. Xo'p, x ga 1 bersak-chi. 1 mana bu. Y ga 1 mana bu bo'lyapti. Ya'ni mana bu nuqta. Xo'p, x ga -2 bersak. Birinchisi x ga -1 bersak. U ham 1 mana bu bo'lyapti. Xo'p, x ga -2 bersak. -2 mana bu. 4 da mana bu tarafda bo'ladi, mana bunaqasiga ketadi. Ya'ni grafik hozir mana 2 beradigan bo'lsa ham mana bu tarafda bo'ladi. Ya'ni hozir umumiy 6 ta nuqta bo'lyapti. O'shalarni tutashtirsak, funksiyaning grafiki hosil bo'ladi. Mana y yo'q qo'ydik. Mana bunaqasi qo'ydik. Grafik. Xo'p, bu birinchi funksiyaning grafiki, ikkinchisi y teng x kvadrat minus 1. Xo'p, boshlang. Demak, x ga son beramiz, y ga chiqadi. Birinchi x ga 1 bersak. 1 bersak 0. X ga -1 bersak ham 0 bilan 0. Xo'p, x ga 0 beraylik. -1. Xo'p, x ga 2 bersak. 3. X ga -2 ni ham birdan beraylik. 3. Bu ham 3. Endi grafik chizamiz. Demak, mana bu x, bu y. Demak, x ga 1 bersak, mana bu x ga 1 bersak, y nima? 1 degan mana bu 0 mana shu nuqta. 1. Keyingisi bu tarafda -1. Keyingisi x ga 0 bersak, y nimaga teng?
minus 1 mana bu joy bo'lyapti. Minus 1. Keyingisida x ga 2 bersak, y nechaga teng? 2 ni mana bu yerdan bersak, 3 mana bu qism bo'ladi. Mana bu. Hop, x ga minus 2 bersak, 3 mana bu grafik bo'lyapti. Endi mana shularni tutashtiramiz. Grafik mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yomon to'g'ri ketdi. Ustoz 0 turamiz, yo'llarimizni o'taymiz masalan. Mana berib, 0 berganimizda minus 1 bo'lib qoldi-ku. Pastga tushyapti. Qarang, faqat minus 1 va 1 bo'lsa qanday bo'ladi grafik? Qanday? Minus 1 1. Ikki o'rniga bir ketadi. Bu ikkinchisi desak, ikkinchisi y dan x kvadrat plus 1. Buni grafikini chizamiz. X kvadrat plus 1. Kichikroq son berganlarning qulayroq, o'zlariga yaxshiroq chiqadi. Demak, x y. Demak, x ga 1 bersak, birinchi x ga 0 beraylik, y nimaga teng? 1 ga. X ga minus 1 bersak, 2 ga. 2 ga. X ga 1 bersak, 2 ga. 2 ga. X ga 2 bersak, 5 5 ga. X ga minus 2 bersak ham 5. 5 ga teng. Endi shularni chizamiz. X, y. Hop. 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3, 4. Sal balandroq chizsak, mana bu 5. Demak, x ga 0 bersak, x'imiz 0, y nimaga teng? 1. Mana bu nuqta bo'ladi. X 0 bo'lsa, demak mana bu nuqta bo'ladi. Hop, x ga minus 1 bersak, y nimaga teng? 2 ga minus 1 bersak, mana bu nuqta bo'ladi. Hop, x ga 1 bersakchi? Y. Mana bu nuqta. Hop, x ga 2 bersak, tepaga o'sib ketyapti-da. Mana bu. X ga minus 2 bersak, bunisi. Ya'ni grafik endi shularni birlashtirsak, mana bunaqa grafik hosil bo'lib qoladi hozir. Shulardan o'tuvchi bu y teng x kvadrat plus 1 teng grafiki bo'ladi. Xo'p, uchinchisi y teng x minus 1 teng kvadrat. Mana shuni grafikini chizamiz. Xo'p, demak, bunga ham shu son berganimiz qo'yamiz. Demak, x, y. X ni joyiga 0 bersak. 0 dan minus 1 dersak. X joyiga 0 beramiz. 0 dan minus 1 dersak. Minus 1 minus 1 kvadrati 1. X joyiga 1 bersak. 0 mi? X joyiga 2 bersak. 1. X joyiga minus 2 bersak. 9. 9. Xo'p, x joyiga 3 bersak. 4. Endi grafik. Ustoz x bilan y joyini ham amalga keladimi? Yo'q. Faqat x ga berib y topish mumkin. Demak, mana bu taraf x, bunisichi y bo'ladi. X, y. X ga 0 bersak, y nimaga teng? Demak, mana 1, 2, 3, 4, 5, mana bu yo'q. 2, 4, 6, 8 deylik. Shu yoq. Minus 1, minus 2, minus 3. Demak, x ga 0 bersak, y 1. X ga 0 bersak, y 1. Bir qolib ketdi-da, 2 1 dan boshqa. Lekin pastda da so'z. Mana bu yerda aytyapsiz mana. X ga 0 bersak, y 1. Mana bu joy bo'lyapti. Hop. X ga 1 bersak,
X ga 1 bersakchi? nol X ga 1 bersak y nol. Mana bu nuqta bo'lyapti. Xo'p, X ga 2 bersak y 1. 1 da mana bu yerga edik. Mana bu bo'lyapti. X ga -2 bersak 9 mana bu yoqqa chiqib ketib qoldi-da. Mana bu orasi. 8 dan baland. X ga 3 bersakchi? 4. Mana bunaqasi. Demak, mana shuni grafini chizsak, 4 bersak 9 bo'lar ekan-da. To'g'rimi? 4 dan 1 bersak. Yaxshi, mana bu to'g'rilab qo'y. 4 bersak 9. Tepaga. Mana bu oraliq bo'lyapti. Demak, grafik chizsak mana bunaqasiga. Mana shunday o'tib ketadi. Hop, keyingiz 400. Hop, X'ga 1 beryapsiz-ku. Shu o'rtasiga nuqta belgilamaysiz. Yana 1 belgilamaysiz. Mana bunday debsan. Ha. Qara, X ga 1 bersak mana y 0. 0 degani mana bu chiziqda usti. Chunki mana bu yer 0 0 nuqta. Koordinatasi 0 0. Mana bu joy. Koordinatasi 0 0. X 1 ga teng bu yerda, y 0 ga teng. Endi x plus 1 ning kvadratini hisoblaymiz. Buni ham shu har doimday katta chizib yubordim. Nima deyapsiz? Bo'laveradi. -1 bersak x ga 0 to'g'ri debsan. Shuni demoqchiman. Xo'p, -2 bersak 1 bersak 4 0 bersak 1 hop 2 bersak 9 -1 bersak 0 bo'ldi. 3 bersak 16. -3 beraylik. 4 mi? Hop, endi buni grafikini chizamiz. Demek x, y. Demek x ga -1 bersak. Ana ularni birdan yozib chiqayapmi? Xo'p, 1 2 3 4. Xo'p. Yo, -1 -2 -3. Endi y. Buradan 2 deb hisoblab ketsak bo'lar. 2 4 6 8 10. Xo'p, demak, x ga -1 bersak, y nimaga teng? 0 ga. Demak, -1 mana bu yo'l. 0 mana bu. Xo'p, keyingisi x ga -2 bersak, y nimaga teng? 1 ga. -2 bersak, mana bu 1 mana bu oraliq. Mana bu nuqta bo'ladi-da. Xo'p, keyingisi x ga 1 bersak, y 4. 1 mana bu taraf, 4 mana bu. Xo'p, keyingisi x ga 0 bersak, y nimaga teng? 1 ga. X ga 0, y 1 mana bu oraliq. 0 2 oraliq. Xo'p, keyingisi x ga 2 bersak, y 9. 9 mana bu oraliqda, 8 dan balandroq. Mana bu oraliq. Xo'p, x ga -3 bersak, y necha? 4. Mana bu. Mana shularni birlashtiramiz endi mana bunaqasiga. Ya'ni bu funksiyani grafik bo'ladi. Xo'p, endi bitta narsani qarang. Birdan y teng x kvadrat -3. Ikkinchisi y teng x kvadrat plus 5. Birdan eskizini chizishda o'rgatib ketaman. Y teng x plus 3 ning kvadrat. To'rtinchisi y teng x minus 2 ning kvadrat. Qaranglar. X kvadrat plus 1 bo'lsa, yoki teskarisi x kvadrat minus 1 bo'lsa, bir-birlik qayerga chiqadi? Pastga. Endi x kvadrat minus 3 ku.
Birdan. Maskan. Eskizini birdan chizib ko'rsatib ketaman. -3 mana bu yerda bu. To'g'rimi? -3. Mana bunaqasiga ketadi. Xo'p, keyingisi x kvadrat plus 5. Esa tepada. Ikkinchisi. Birinchisi, ikkinchisi. Siz parabolani pastga yoki tepaga qarashligini ma'lum qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Ozg'inga ham to'xtaymiz. 5 mana bu yerda. Tepaga qarang, tepa. Birdan grafikini eskizini shunga qarab chizsanglar ham bo'ladi. Xo'p, vaqt saqlab o'tirmaysizlar. Endi x plus 1 ning kvadrati. Mana x plus 1 ning kvadrati bo'lsa, plus bo'lsa bu tarafga siljayapti. Necha birlik? 1 birlik. Mana bu 1 bo'lgan. Bu necha birlik siljaydi? 3 birlik. So'z bo'ldi grafik. Ha? Plus 1. Tushunmadim. Bizda 3 kun yo'q. Ko'rsatganingiz nima? Grafik Nima dedi? siz buni grafik ko'rsatdingiz, to'rtinchisi Ha? x plus 1 deb. Ha? Buni grafik 3-chi grafik ko'rsatdingiz. Ha? Bu yoq deydi-ku. 4-chi grafik x plus 1 grafik. Ha, bu tarafga siljaganda. Ha, demak ikkalasini adashtiribman. Ha, mana bu -3. To'g'ri aytyapsan, bu tarafga bo'ladi. Bunaqasiga ketadi. Qaysi bo'lsa? X plus 3 ning kvadrati bu. To'g'rimi? Xo'p, to'rtinchisi. Minus bo'lsa endi bu tarafga siljaydi. Bu qaysi bo'ladi? X minus 2 ning kvadrati bo'lsa, Bo'lsa manfiy tomonga yuradi. ha, demak mana bu minus bo'ladigan bo'lsa, demak 2 dan tepaga ketadi. Agar minus bo'lsa bu tarafga qarab yuramiz. Mana bu yerda grafik chizib. Shundan so'ng ostiga so'zlasam bo'ladi. Buni ham chizsang xuddi shunday chiqadi. Qolgan qiymatlarimiz boshdagi, uchidagi qiymatlar haqida gapirishyapmiz. Xo'p, mana bu qaysi grafik bo'ldi? Y ning x minus 2 ning kvadrati. Xo'p, buniki x kvadrat minus 3. Xo'p, bunikichi x kvadrat plus 5. Xo'p. Endi y ning minus x kvadratning grafiki. Bitta. Xo'p, minus x kvadratning grafikini chizishimiz kerak. Demak, x ga son beramiz. Xo'p, x ga 0 bersak, y 0 ga teng. X ga minus 1 bersak, minus 1 ning kvadrati. 1 6 tagisi bilan minus 1. Minus 2 bersak, Minus 4. Minus 4 mi? Xo'p, minus 1 bersak, So'z minus 1 bersak, ya'ni minus 2 ning kvadrati 4 o'zi. Minus 1 bo'ladi, yana Ha. minus 1 bo'ladi. minus 2 ning kvadrati 4, 6 tagisi bilan. 6 ham minus bor-ku. so'z x ning oldida faqat bitta minus bor. Ha, bo'pti. Minus 2 ning kvadrati. Kvadrat Mana bunaqa narsa bo'ladi. Hozir qarang. minus 1 ning kvadrati. Minus 2 ning kvadrati. Mana minus 2 ning kvadrati 4, mana bu minus bilan minus 4 bo'lyapti. Xo'p, minus 1 bersak, Minus 1. minus 1, minus 2 bersak, Minus 4. minus 4. Plus 2 bersak demoqchi. Minus 4. Minus 4. Xo'p, endi grafik chizamiz, shunga qarab. Demak, x, y. Demak, mana bu yoq 1, 2, 3, bu taraf. Minus 1, minus 2, minus 3. 0 bersak x ga. X ga 0 bersak, y 0. X ga 1 bersak, y minus 1. Birdan pastroq chizib ketadi. Minus 2, minus 3, minus 4. X ga 1 bersak, minus 1. Mana bu o'rab bo'lyapti. Xo'p, x ga minus 1 bersak, unda ham minus 1. Mana bu bo'lyapti. Mana shu o'rab bo'lyapti. X ga minus 2 bersak, minus 4. Mana bu o'rab bo'lyapti. X ga 2 bersak ham mana bu bo'lyapti. Endi mana shu 3 ta nuqtani tutashtiramiz. Mana bunaqasiga bo'ladi. So'z Buni grafik qayerga ketdi?
pastga qarayapti. Nima dedi? Qarang, raqam beryapsiz-ku. Hop. Istalgan raqam bersangiz. Xohlagan raqam berish kerak. Imkon qadar kichikroq raqam bersang yaxshi. Misol uchun 1000 deb bersang, katta bitta listga, bitta listdan emas, bitta devorga berish kerak senga keyin. Baribir qarang, o'sha pastga qarab ketadimi mana shu narsa? Ham bo'lmay. Ikkalasini ham hozir pastga qarab ketadiganini ham ko'ramiz. O'zi ikkalasining anosi bor. Foydasi bor pastga olish bo'yicha. 5 ta Hop. katta ustoz. Ha? 5 ta bo'lsa kattalar sog'adi. Ha? Shu 5 tadan ham ko'pasi bo'laman, shu berish. Xohlasang 20 ta ham. Xohlasang-da. O'zingiz Bitta taksam bo'ladimi? Ha? Bitta, ikkita. Bitta ikkita qiyin masala. Aniq chizmoqchi bo'lsam qiyin masala bo'ladi. Yigirmaning 1 - x kvadratning grafini chizamiz. Hop, qaranglar. X ni joyiga 0 bersak, y 1. X ni joyiga 1 bersak, y 0. X ni joyiga -1 bersak ham y 0. Hop, endi buni grafikini chizsak. Adashmasam 3 ta berdimmi? 3 ta. Demak, x, y x ni joyiga 0 bersak, y nimaga teng bo'ladi? 1 ga. Ya'ni mana bu yoqda 2, bu yoqda 2, 3 bu yoq. -1, -2, bu taraf -1, -2. Demak, x ni joyiga 0 bersak, y 1. X 0 ga teng, y 1. Mana bu. Hop, x ga 1 bersakchi? Y nol. Y 0 mana bu nuqta. X ga -1 bersak, bunisi. Graf qaytarib ketadi. Pastga ham mana bunaqasi. Hop. Demak, bu y teng 1 - x kvadratning grafiki. Hop, uchinchisi. Y teng -x kvadrat -4. Mana shu grafiga chizishga harakat qilamiz. Bu ham pastga qarab. Hop. Shuni joyiga qo'yib teparoqdan chizib oldim. Demak, x y. X ga 0 bersak, y -4 ga teng. Hop, bosqa qaranglar. X ga -1 bersak, y -5. X ga 1 bersak, -5. Hop, x ga 2 bersak, 8. -2 bersak ham -8. Demak, buni grafik qanday bo'ladi? Bu x, bunisi y. Demak, x ni son qiymatlarini yozamiz. 1, 2, 3, 4, 5, yo'q. -1, -2, -3. Tepasi 1, 2, past. -2, -4, -6, -8. Hop, demak x ga 0 bersak, y nimaga teng? -4 ga teng. Mana bu. Hop, x ga 1 bersak-chi? -5. 1, -5 mana bu oraliq bo'lyapti. Hop, -1 bersak, yana shu oraliq. Mana bu nuqta. Hop, 2 bersak x ga 8. Mana bu yer. -2 bersak ham mana bu nuqta bo'lyapti. Demak, mana shu 6 dan tutashtirsak mana bunaqasiga. Mana bunaqa grafik hosil bo'lib qolyapti. Y teng -x kvadrat -4 ning grafi. Xo'p, demak xulosa olsak bo'ladi. Parabolaning shoxlari qachon tepaga ketadi desa, birinchidagi ya'ni a noldan katta bo'lsa, qachon pastga qarab ketadi desa, a noldan kichkina bo'lsa. Demak, birinchisi y teng ax kvadrat plus bx plus c a noldan katta bo'lsa, parabola shoxlari tepaga.
A0dan kichik bo'lsa, parabola shoxlari Xo'p, endi mana shu joyda parabola uchlari degan narsa bor. O'shani keltirib ketamiz. Xo'p, parabola uchlari ikkita narsa. x0 minus b taqsim 2 va y0 teng d taqsim 4. Imkon qadar mana shularni isbotlashga harakat qilamiz. Hop, doska qarasalarim yaxshiroq bo'lardi. Hop, buni qanday isbotlasak bo'ladi? Demak, tenglamaning o'zi, ya'ni kvadrat funksiyaning o'zi mana bunaqa. Y teng ax kvadrat plus bx plus c. Mana shuni mana bunday ko'rinishda yozamiz. Ax kvadrat plus bx plus c teng aga bo'lib yuborsak x kvadrat aga bo'lib yubordik. A taqsim x kvadrat. X kvadrat plus bx taqsim a plus c taqsim a. To'g'rimi? Endi aga ko'paytirsalaring xuddi mana shu narsaning o'zini beradi. Hamma tarafda ikki tarafda ham aga bo'lib yubordik hozir. Xo'p. Endi x kvadrat plus bx taqsim a plus b kvadrat taqsim 4. Mana shu narsani b kvadrat taqsim 4 ani qo'shib, b kvadrat taqsim 4 ani ayiramiz. Plus c taqsim a. Teng. Xo'p. Mana bundan buni ayirsak 0, to'g'rimi? X kvadratning o'zi, bx taqsimning o'zi, c taqsimning ham o'zi. Endi mana bu yoqqa qarasalaring, x plus b taqsim 2 ning kvadrati bu tarafda minus b kvadrat taqsim 4 mana kvadrati bor. 4a kvadrat plus c taqsim a. Xo'p, mana bu 4a kvadrat bilan a ga umumiy makraj bersak. Ya'ni mana bunaqa ko'rinish bo'lyapti. Hozir bu yerdan maydalab yozsam x plus b taqsim 2 ning kvadrati minus 4a kvadrat bilan a ga umumiy makraj bersak, mana bu nima bo'ladi? 4a. To'g'rimi? Mana bu bilan mana bu makraj beryapmiz. Xo'p, demak bizda qolyapti minus b kvadrat taqsim 4a kvadrat plus 4ac. Xo'p, mana uni 0 ga tenglashtirsak, x plus b taqsim 2 teng 0, bundan x teng minus b taqsim 2 kelib chiqadi. Xo'p, mana 0 bo'lgandan keyin bu nimaga teng bo'lib qoladi? Bu ham o'zi qolib ketadi. Mana 0. Demak, y0 teng minusni tepaga ta'sirlashtirsak, minus b kvadrat minus 4ac taqsim 4a kvadrat. Diskriminant degan narsa bor, eslaringda bo'lsa, b kvadrat minus 4ac edi. To'g'rimi? Xo'p. Mana bu anaga ta'sir qilmasa ekan, mana bu plus bo'lar ekan. Plus keyin minus b kvadrat. Mana bu minus buni oldida. Plus qilib, mana buni minus qilsak to'g'ri bo'ladi. Endi mana bu plus bo'ladi. Mana unda bitta minus chiqarib olsak. Minus b kvadrat minus 4ac taqsim pastda 4a kvadrat. Mana nimani beradi dedik? D. Demak, y0 teng minus d taqsim pastda nima bo'lyapti? 4a kvadrat. B kvadrat oldidan minus bor-ku. Qaysida?
Qara, o'shani chiqarib olsak, bundagi minus chiqib ketdi. Mana plus minus bo'lib qoladi. Hozir mana buni qo'shib olib chiqsang, mana shu narsani olib chiqsang buni beradi. Formulani xato yozdik. Ko'rdingmi? Formula yodlashda oqiladi. Shuning uchun isboti bilan o'rgansalaring yaxshiroq bo'ladi. Demak, parabolani uchlari x0 teng minus b taqsim 2 y0 chi minus d taqsim 4a kvadrat. Xo'p, bu qanday bo'ladi degan savol. Misol uchun birinchisi y teng ax kvadrat plus bx plus c a noldan katta. Xo'p, ikkinchisi y teng ax kvadrat plus bx plus c a noldan kichkina. Ikkitasini grafikini chizmoqchimiz. Birinchisi mana bunaqasiga qilasizlar. Mana bu x, mana bu y. Xo'p, x0 mana bu yerdan deb olsak, y0 mana bu joydan deb oladigan bo'lsak, taxminan qilib grafik mana bu yerdan bo'ladi. Tepa a noldan katta-ku. Parabola shaklatiga qarang. Tepaga. Uchi degani mana bu. Ya'ni bittasi x0 mana, y0 mana. Uchi degani mana shu narsa. Agar ikkinchi holat Xo'p, bittasi x0 mana bu yerda bo'lsin, y0 mana bu yerda bo'lsin. Uchi mana bu yerda bo'ladi. Bu qayerga qaraydi? Pastga. Ya'ni mana bu nuqta x0 y0 bo'ladi. Xo'p, endi misol uchun y teng x kvadrat minus 4x plus 7. Mana shuni grafikni harakat qilamiz. Keyingisi y teng minus x kvadrat plus 8x minus 15 ni grafikini chizishga harakat qilamiz. Ikkitasini grafikini chizib ko'rsatsam qaranglar. O'zi kvadrat funksiyani aytdik. Y teng qanday qidiryapmiz? Ax kvadrat plus bx plus c. Birinchisiga qarasalaring x kvadratni oldi 1 topdi. Yo'qda a topdimi? Demak a nimaga teng? 1 ga. B minus 4 ga. C 7 ga. Demak, uchini topmoqchimiz. x0 teng minus b taqsim 2a. Minus b degani 4 taqsim minus 4 taqsim 2 ko'paytirgan 1. 2 mi? Y0 chi? Shu 2 ni joyiga olib qo'ysalaring bo'ldi, mana uni joyiga. Bunga qo'ysalaring bo'ladi. 2 ni olib qo'ygan qulayroq. 2 ning kvadrati minus 4 ko'paytirgan 2 plus 7. 2 ning kvadrati 4 minus 8 plus 7. 4 ga 7 ni qo'shsak 11. 11 dan 8 ayirsak 3. Demak, parabolaning koordinatalarining uchlari qaysi nuqta ekan? 2, 3. Xo'p, grafikni qanday chizamiz? Mana grafik. X y va x Hozir biz seni nimaga topdik? o'zi berilgan-ku. Yettiga teng-ku, hozir nima anaqasi o'rsan. Seni shunday yozib qo'ydim. O'zi aslida hozir seni ham ishlataman. Sen qarab tursang bo'ladi. 1, 2 va hokazo 7 deng. Qaranglar. x0 nechiga teng? 2 ga. x0 2 ga teng. y0 chi? 3 ga. Mana bu yer parabolani uchlar bo'lyapti. Xo'p, a noldan kattami kichkinami? Katta. Qayerga qaraydi? Tepaga. Endi biz faqat uchini aniqladik. X ni joyiga 0 bersak, mana bu 0, bu ham 0. Necha bo'lyapti? 7. 0 7. X ga 0 bersak, y necha bo'lyapti? Mana bu narsa s. Grafik mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Tepaga qarab, mana shunaqasi ketadi. Qaysi choraklardan o'tadi degan savol? Xo'p, endi ikkinchisining grafikini chizishga harakat qilamiz. Y teng minus x kvadrat plus 8x minus 15. Xo'p, demak, nari tarafga yozaman. A teng necha? A teng 1. Minus 1, 8, c minus 15 mi?
Demek x0 topsak. Minus 1 taqsim 2. Minus 1 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, 8 taqsim 2. minus 8 taqsim 2 ko'paytirgan minus 1. Mana bu. Minus 2, minus 8, minus 2 olsak 4. 4'te joyiga olib qo'yaman. Y0 topishim uchun. 4 ning kvadrati. Minus 16 plus 4 kere 8. 32 minus 15. 32 dan 16 neresi? 16 dan 15 dersen? Evet. Endi grafikni chizaman. Xo'p. Demek x0 4, y0-chi? 1 mi? x0 4, y0 1. Mana bu yerda 3 turibdi. X ni joyiga 0 bersak, minus 15. Mana bu tarafda minus 15 ni mana bu yerda qilib ko'rsatsam, 0 bersa minus 15 ni ko'rsatyapti. Grafikka qaraylik. minus 4. Pastga. Mana shunaqasiga ketadi. Grafik. Minus 15 bilan o'tadi. Minus 15 dan o'tadi. Ya'ni S dan o'tadi. S. Bunisi 7 da o'tdi-ku. Bunisi minus 15 da. S nechaga teng? Tepada. S'ni qiymati 7 ga teng. nechiga teng bo'lsa, shu s'dan o'tadi, aniq. Hop, bundachi? Minus 15 ga teng. Mana shu narsadan o'tib ketyapti. Hop. Kvadrat funksiya hosillar. Hop. Boshlaylik. Birinchisi y teng x kvadrat plus bx plus c kvadrat funksiya. Faqatgina a teng emas 1. Hop. Keyingisi, ikkinchisi. Agar a 0 dan katta bo'lsa, parabola shoxlari qayerda? Pastga, tepaga. 0 dan katta bo'lsa, tepaga ketadi. O'suvchi. Parabola shoxlari. Tepaga, ya'ni mana bunday. Mana. Xo'p, uchinchisi. Agar a 0 dan kichkina bo'lsa, parabola shoxlari Pastga. shoxlari pastga. Pastga qaraydi. Xo'p, to'rtinchisi. Parabola uchlari. Parabola uchlari. x0 va y0 dan o'tadi. x0 degani minus 1 taqsim 2. y0 degani esa minus 1 taqsim 4 a kvadrat degani. Parabola uchlari. Uchi degani mana bu. Xo'p, keyingisi 5-inchisi. Parabola OX o'qini OX o'qiga urinadi. OX o'qiga urinadi desa, bittagina shart diskriminant teng bo'lsa OX o'qiga urinadi. 6-inchisi. Parabola OX o'qida ikkita joyda kesib o'tadi.
OX o'qini ikkita joyga kesib o'tish uchun mana bu X o'qi mana buda. X o'qini ikkita joyga kesib o'tyapti. Mana bu kesib o'tmadi, misol uchun mana bu kesib o'tmadi. Mana bu ham kesib o'tmaydi. Xo'p, mana bu x² - 4x + 7 ning grafiga kesib o'tmayapti. Nimaga kesib o'tmaydi desa, asosiy bitta shart bor. Xo'p, diskriminant 0 dan kichkina bo'lsa. Hisoblab ko'ringmi, diskriminant 4 ning kvadrati. Kichkina. 16 4 ta 7 ni ayirsak 28. Endi parabola OX o'qini ikkita nuqtada kesib o'tish sharti diskriminant 0 dan katta bo'lsa bo'ladi. Xo'p, 7-si. Parabola OX o'qini kesib o'tmaydi. Bunda diskriminant 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lsa kesib o'tmaydi. Mana. Xo'p, mana bu diskriminant 0 dan katta. O'shaning uchun nechta joyda kesib o'tyapti? Ikkita. 8 ning kvadrati 64, 4 kara 15 60. Ikkalasini qo'shsak 64 ga 60 124. Diskriminant 0 dan katta. Parabola OX o'qini kesib o'tmasligi uchun diskriminant 0 dan kichik bo'lsa bo'ldi. Parabola OX o'qini ikkita nuqtada, ikkita joyda kesib o'tish uchun diskriminant 0 dan katta urinadi desa, diskriminant 0 ga teng. Avval grafiklarda buni ko'ring. Xo'p, 8-si. Parabola kvadrat funksiyani aniqlanish sohasi. Xo'p, aniqlanish sohasi jam doskaga qaraymiz. Ax² + bx + c istalgan sonni berishingiz mumkin x joyiga. Mingda, millionda, trillionda va hokazo xohlagan sonni qo'yishingiz mumkin. Demak, aniqlanish soha degani minus cheksizlik u cheksizlik oraliq. Yoki x tegishli desa ham bo'ladi. Ikkalasi ham aniqlanadi. Xo'p, 9. Mana bu aniqlanish soha degani x ni oladigan qiymatlar. Aqlli sonni olaveradi deganimiz. X ni oladigan qiymatlar. Buni belgilanishi digr kabi belgilanadi. Agar digr toping desa, demak nimani so'rayotgan bo'ladi? Aniqlanish sohasi. 9-si. Qiymatlar sohasi. Bu qiymatlar sohasi, bu x bo'ladigan bo'lsa, qiymatlar sohasi qaysini olayotgan bo'ladi? Y ni oladigan qiymatlar. Buni qiymatlar sohasi olish uchun ikkita shart bo'ladi. Birinchisi y teng ax² plus bx plus c. A0 dan katta bo'lsa. A0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, oladigan qiymatlari y0 dan cheksizlikgacha yoki y0 nimaga teng? minus 4 taqsim 4a kvadratdan cheksizlikgacha bo'ladi. Tamam. Xo'p, nimaga desa qaranglar. Misol uchun, mana bunga qarasalaring, y0 nechaga teng bo'ldi? Y0 mana bu. 3 nuqta, to'g'rimi? Eng pastki parabolaning eng pastki nuqtasi nechida? Y0 nechida joylashgan? 3 ta. 3 dan past aniqlanmagani? To'g'rimi? Demak, oladigan qiymatlari 3 dan tepaga qarab ketaveradi. 3 dan bandga qarab. Faqatgina A0 dan katta bo'lsa. Yoki minus 4 taqsim 4a kvadrat, minus 4 taqsim 4a kvadrat y0. O'shandan tepaga qarab. Ya'ni 1, 2 da, 0 da, minus 1 da aniqlanmagan. Mana bu narsa yo'q.
bunday qiymatlar ololmaydi. Xo'p, ikkinchisi. Y teng ax kvadrat plus bx plus c a noldan kichkina. Qiymatlar soha obязательно tushadigan misol, o'shaning uchun yaxshilab o'rganib qo'yganlar ma'qulroq. Bunda oladigan qiymatlar minus cheksizlikdan y 0 gacha yoki bekorda aytibsan-da. Mana bu minus cheksizlikdan nimagacha? Minus 4 taqsim 4 kvadratgacha. Shu ham y degani so'z nima y deb belgilamayapti shuni. Y nolning o'zini aytyapman yoki formulasi. Xo'p, bu nimaga degan savol mana bu bekor qoldirmadim. Bekorga. Bunda y nol nechaga teng bo'ldi mana bunda? 1 ga. Ya'ni 1 minus 4. 1 4 ekan. Birinchi x yozilardi. Iya. 4 1 demoqchiman. Xo'p, qaranglar. Y nechani qabul qildi? 1. 1dan tepadan olmaydi. Y. Ya'ni 1dan pastga qarab ketaveradi. Milliard trillion ketaveradi. Faqat 1 gacha keladi. 1dan keyin kattaroq necha bor? 2. 2 ni ololmaydi. Mana shuni qiymatlar sohasi qaysi desa, demak, mana bu qiymatlar sohasi. Xo'p, misol uchun o'zimiz ko'rgan misoldan aytaylik tepada. Y teng x kvadrat minus 4x plus 7. A 0 dan katta. Demak, A 0 dan katta bo'lsa, y 0 necha? Y 0 3. 3 dan qayergacha? Cheksizgacha. Xo'p, keyingisi pastdagisi. Y teng minus x kvadrat plus 8x minus 15. Bunda a 0 dan kichkina. Demak, mana bunda y 0 necha teng ekan? Birinchisida 3 ga, keyingisida a 0 dan kichkina, y 0 necha teng bo'lgan? 1 ga. Bunda demak y 0 1 ga teng bo'lsa, eng katta qiymat 1 da qabul qiladi. Minus cheksizlikdan nechigacha? 1 gacha. 1 gacha. Bunisidan joy xos bo'ladi, bunisi 4 burchak bo'ladi. Xo'p. Mana bu funksiyani savol beradi-da. Eng kichik qiymatni toping desa, eng kichik qiymat necha? 3. Eng kichik natural qiymatni toping desa ham 3. Odatda funksiyani eng katta, eng kichik qiymatlar xoslarining oxirida ekstrem degan joylar bor. O'shandan ham topsa bo'ladi buni. Hosila olasizlar-da, nolga tenglashtirasizlar. Hosilni nolga tenglashtirirsizlar, 2 chiqadi. Ya'ni x0 chiqadi. Mana. Kimdir hosila olishni bilsa, mana 2 oldiga tushadi. 2x minus 4 teng 0 bo'ladi. Oddiy tenglama. Keyin shuni joyiga olib qo'ysa, yo eng katta qiymat, yo eng kichigiga bittasi chiqadi. Ya'ni funksiyani o'ziga qarab eng kichik qiymat chiqadi. Mana shu hosilaga doir mana katta kichik qiymat kvadrat funksiya tushib qolsa, boshqa funksiya shu kvadrat funksiya tushib qolsa, mana shunday qilib hosila olmasdan ishlab qo'ysa ham bo'ladi. Shuning uchun kvadrat funksiyani o'tayapmiz. Hop, buni yozib olasizlar. Shu 3 anaviga tushunmay qoldim-da. Qaysiga? Shu 3 dan cheksizlikgacha keyin. Xo'p, qaranglar, 11-misol. Y teng x kvadrat minus 7x plus 6 funksiyani ax o'qi bilan kelish nuqtalarini toping. X kvadrat minus 7x plus 6. Qaranglar. Ax o'qi bilan kesish uchun ax o'qini kesadi. Demak, 0 bo'lsa. Demak, x kvadrat minus 7x plus 6 teng 0. Xo'p, ko'paytmasi 6, yig'indisi 7 bo'lgan sonlar. X minus 6 yo'q, x minus 1 teng 0. Alohida nolga tenglashtiramiz. X minus 6 teng 0, x minus 1 teng 0. X teng 6 va x teng 1. Mana shunday misol. Xo'p, keyingisi 16. Qanday siz mana
Yo'q, 16-misol. Y teng x kvadrat. Grafik chizilmaganmi do'stlar? Yo'q. Xohlasang chiz. Xullas kesishish nuqtalar 6-1 oraliq bilan shu. Oy to'qini kesadi. Oy to'qini kesishuvchi nuqtalar topishimiz kerak. Qanday topib bo'ladi? Demak, y teng 0. Y bo'lmaydi. Minus x kvadrat plus 4x plus y teng 0. Mana ularni narx tadqiq qilsak. X kvadrat minus 4x minus 7 Ko'paytmaslik grafir ayirmasi 4 bo'lgan sonlar. x minus 7 x minus 3. Demak, x minus 7 teng 0, x plus 3 teng 0. X teng 7 va x teng minus 3. 20-misol. Funksiya oyg'ik o'qi bilan kelish nuqtalarini toping kerak. Endi oyg'ik o'qini kesadi. Oyg'ik o'qini kesadi, x teng 0 bo'lsa. X teng 0 bo'lsa, oyg'ik o'qini kesadi. Y teng minus x kvadrat minus x plus 6. Demak, x ni joyiga nima qo'yamiz? X ni joyiga 0 qo'yamiz. Demak, y teng minus 0 ning kvadrati minus 0 plus 6. Mana bu yoq 0. 0 ni oltin bo'lsa 6. Joy borish tartibi x y ga. X 0, y-chi 6. Tepadagi misollarda ham mana bunday ko'rishga yozib qo'ysangiz bo'ladi. X 6 bo'lsa, y nima bo'ldi? 0. X 1 bo'lsa, y 0. Bunda ham x 7 bo'lsa, birinchi x yoziladi. 7 yo'q. 0 va necha? Minus 3 0. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, keyingisi parabola uchining koordinatalarini toping deyapti. 22-misol. 22-misolda y teng 5 minus x kvadrat. Parabola uchlari eslaringdan bo'lsa, qaysilari? x 0 teng minus 1 taqsim 2 x 0 teng minus 1 taqsim 2 y 0 teng minus 4 taqsim 4 a kvadrat. Xo'p. O'zi y teng kvadrat teng nimada? ax kvadrat plus bx plus c. Xo'p, x kvadratda 6 mana bu yerda minus turibdi, minus 1 deb olsak bo'ladi. Siz nimaga teng? 5 ga. B yo'q. B yo'q bo'lsa, demak, buni nima deb olamiz? 0. X 0 teng minus 1 taqsim 2a. B 0 ga teng-ku. Nima bo'ladi? 0. Y 0 topmoqchi bo'lsak, 5 minus x 0 ning kvadrati. X 0 nimaga teng? 0. Demak, parabola uchlari x 0 0, y 0-chi 5. Hop, 26. Y teng minus x kvadrat plus 4x plus 35. Hop. A nechiga teng? Minus A minus 1. Bacha. 4 ise 35. X 0. Minus 1 taqsim 2a. Minus 1. Minus 4. 2 ko'paytirgan minus 1. Minus 4 taqsim minus 2. Y 0 topmoqchi bo'lsak, x 0 joyiga olib qo'yamiz. Minus x 0 ning kvadrati plus 4 ta x 0 plus 35. Nima qildik degan savol? X lar joyiga nima qo'yib chiqdik faqat? X 0. Endi minus 2 ning kvadrati plus 4 ko'paytirgan 2 plus 35. Minus 2 ning kvadrati minus 4 plus 8 plus 35. 8 dan 4 ayirsak 4 39. Endi x 0 x 0 2, y 0-chi 39. 30-misol. Y ning minus 2x kvadrat minus 8x minus 11.
Xo'p, demak. A teng -2 B -8 C -11. X0 topsak. Minus B taqsim 2A minus B -8 taqsim -2 ko'paytirgan 2. Tepa 8 past 4. 8 taqsim -4. 8 -4 ga bo'lsak -2. Endi y0 topmoqchimiz. Y0 -2 x0 ning kvadrati -8 x0 -11. -2 ni olib qo'yaman. Mana -11 da. Xo'p, -2 ning kvadrati -8 mana bu 16 -11. 16 dan 8 dersen. 8 -11. 8 11 dersen -3. Demak, birinchi x0 yoziladi, keyin y0. x0 -2 y0 -3 ga teng. Xo'p, simmetriya o'q tenglamas. Simmetriyani yozilmaydi. Ne yoziladi? Demek, mana bu yo'l x0, mana bu tarafcha y0. Mana bu x1, mana bu x2. Xo'p. X0 topishimiz uchun simmetriya degani qaranglar. Mana shu uchidan ikkita grafikni shunday yopsa, ustuna tushib qoladi. Misol uchun mana bu kitob, to'g'rimi? Mana shunday turibdi. Agar bunaqasiga yopsa, bir-birining ustidan tushib qoladi. Mana shu narsa simmetriya o'qi deyiladi. Demak, simmetriya o'q tenglamasi, birinchi simmetriyani o'zini topmoqchi bo'lsak, x0 topmoqchi bo'lsak, x1 plus x2 taqsim 2 bo'ladi. Simmetriya o'q tenglamasi esa y teng x minus x0 ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, misol uchun boshqacharoq. Mana shunday funksiya qanaqadir fx. Fx funksiya. Xo'p, demak, mana bu x1, mana bu x2, bu joy x3, y0 bo'ladigan qiymatlar. X, y. Demak, nechta joyda x o'qini kesib o'tyapti? 3 ta. x1, x2, x3 nollar deyiladi. Tepada funksiya nollari deb ko'rsagan bo'ladi. Funksiya nollarini toping desa, demak, 0 ga tenglashtirib topib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni, mana bunday funksiya nollar. Xo'p, mana shu joyda x0 topmoqchi bo'lsak, ildizlarning o'rtaq midiga teng. Ildizlar o'rtaq midig. 3 ni qo'shamiz. 3 ga bo'ladi. Bo'ldi. Hozir ishlab qo'ysa bo'ladi. Xo'p, misol uchun bitta ildizi 3, ikkinchi ildizi 5 bo'lsa, bitta ildizi 3, ikkinchi ildizi 5. Ana o'zi x0 arifmetik. x0 topsa qanday bo'ladi? Bittasi 3, bittasi 5 bo'lsa, 3 ga 5 qo'shamiz. x0 topgandan keyin y ikkalasini yo'liga boramizmi? Hozir mana shunga doir endi misol ko'rsataman. Qaranglar. 30 5 ekan. 33 ko'raylik. 33 misol. Y teng x kvadrat minus 3x plus 1. A teng 1 minus 3 c 1mi? Demak, x0 topmoqchimiz. x0 teng minus b taqsim 2a minus 1 minus 3 taqsim 2 ko'paytirgan 1. Nech bo'lyapti? 3 taqsim nima? Y teng endi
x minus x0. x0 nechaga teng bo'ldi? 3'te. 3 tasini 3 ni 2 ga bo'lsak. X minus 1,5 ko'rinishda bo'ladi. Mana shu simmetriya o'qitinglarmas degan. Mana bu narsani yozib qo'y. Simmetriya tenglamas. Xo'p, keyingi Faqat tenglamani o'zini so'raydimiz. tenglamani o'zini so'raman. Yo'q. Boshqa misollarda. Tenglamani o'zini so'rasa shunday qo'shib qo'ysin. Boshqa narsa qilsa, boshqa narsa orqali ishlaysan. Nimani so'rasa shuni topasan-da. Nechta qo'ylaring bor desa, 6 ta tog'imiz bor demasan. Xo'p, 38. Funksiyaning keshish nuqtalari koordinatalarini topingiz. Y teng x kvadrat plus 3x minus 2. Kesishsa ikkalasi teng bo'ladi. Y teng x kvadrat plus 5x minus 4. Mana bu 1, mana bu 2. Hop, kesish nuqtalari koordinatalarini topish uchun soatda ikkita odam uchrashmoqchi bo'lsa, manzilda bitta joyga belgilaydi. Sen qarzdan oldiga bor, men indinga boraman, nikohimiz chog'da uchrashamiz demaylik. Hop, kesish uchun y ga teng bo'lishi kerak. Tenglashtirsa ikkalasi. X kvadrat plus 3x minus 2 teng x kvadrat plus 5x minus 4. Hop, qaranglar. X kvadrat qisqarib ketdi. Bu yoqda 3x minus 2 teng 5x minus 4. 4. 4 bu tarafga o'tsa, 3x bu tarafga o'tsa. 5x minus 3x teng 4 dan 2 ni ayiramiz. 2x teng 2, x teng 1. 1 da topdik. 1 da xohlanglar bunisiga, xohlanglar tepadasiga. Farq yo'q. Bittasiga olib qo'ysalaring ham bir xil javob chiqaveradi. Qaysiga olib qo'yamiz? Y2. 1 ning kvadrati x ni joyiga olib qo'yamiz. 5 ko'paytirgan 1 minus 4. Mana bu 2. 6 dan 4 ayirsak 2. Demak 1 x 1 y-chi 2. Agar shuni tepaga olib qo'ysalaring 1 ning kvadrati. 1 ga qo'shib qo'ysak 4 4 dan 2 ni ayirsak 2. Mana shunday narsa hosil bo'ladi. Hop. 40-misol. Bu ham shunaqa. Qar. Y teng x kvadrat plus 3x minus 3 y teng minus x kvadrat minus x plus 3. Hop, funksiya kesish grafiklarini toping deyapti. Qaranglar. Mana buni 1 deb olsak, bu 2. Kesish uchun ikkalasi teng bo'lishi kerak. Ikkalasini tenglashtirsak. X kvadrat plus 3x minus 3 teng minus x kvadrat minus x plus 3 mi? Hop, minus x kvadrat bu tarafga nima o'tadi? Bu tarafga plus o'tsa, x kvadratga x kvadrat qo'shsak, 2x kvadrat minus x bu tarafga plus o'tadi. Plus 4x minus 6 mi? 2 ga bo'lib olamiz ikki tarafga. X kvadrat plus 2x minus 3 teng bo'ladi. Ko'paytmas 3, ayirmas 2 bo'lgan sonlar. X plus 3 x minus 4. X plus 3 x minus 1 teng bo'ladi. Alohida nolga tenglashtiramiz. X plus 3 teng 0, x minus 1 teng 0. X teng minus 3 va x teng 1. Endi birinchisiga yoki ikkinchisiga farq yo'q. Birinchisiga olib qo'ysak osonroq deb turibdi. Lekin ikkalasidan bir xil javob chiqadi. X ni olib qo'ysak 1 ning kvadrati plus 3 minus 3. Mana 3 1. Hop, keyingisida 2. Minus 3 olib qo'ysak, minus 3 ning kvadrati 9 minus 3 ni minus 3 ko'paytirsak minus 3 mi? Demak,
x ga 1 olib berganimizda y necha bo'ldi? 1. X ga -3 olib berganimizda -3 bo'ldi. Demak, javob 1 -3 olamiz. Ya. Qara uchinchi misol. Shart nima degan o'qinglar. Berilgan nuqtalarga o'tuvchi parabola tenglamasini tuzing. Xo'p. Demak, parabola bo'ladigan bo'lsa, uni funksiyasi kvadrat nima bo'ladi? Y teng ax kvadrat plus bx plus c. Demak, x ni joyiga 1 bersak, y nimaga teng? 2 ga. Demak, mana shularni sistema qilamiz. Y 2 ga teng a ko'paytirgan 1 ning kvadrati plus b ko'paytirgan 1 plus c. X ni joyiga 0 bersak, y nechaga teng? 3. A ko'paytirgan 0 ning kvadrati b ko'paytirgan 0 plus c. X ni joyiga 2 bersak, y nimaga teng? 9 teng a ko'paytirgan 2 ning kvadrati plus b ko'paytirgan 2 plus c. Xo'p, birinchisi sistema qilsak, a plus b plus c nimaga teng? 2 ga. Mana 0, bu ham 0, c teng nechaga? 3 ga. 2 ning kvadrati 4a plus 2b plus c teng nechaga? 9 ga. Endi c teng 3, ikkita joyga ham sinov borib qo'yamiz. Ikkita joyga. Demak, a plus b plus 3 teng 2. Bu yoq 4a plus 2b plus 3 teng 9. 3 ni bu tarafga o'tkazsak, 2 dan 3 ta ayiramiz. A plus b teng minus 1. 9 dan 3 ta ayirsak 4a plus 2b teng 6. Mana uni 2 ga bo'lib yuborsak. 2a plus b A plus b teng minus 1. 2a plus b teng 3. Ayirib yuboramiz. 2a dan a ayirsak. a teng 2. A teng b dan b ayirsak 0. 3 minus 1. A teng necha? 4. 4 ni mana bu yerga olib qo'yib bani topsak. 4 plus b teng minus 1. Ye. B teng minus 5 mi? Demak, kvadrat tenglami mana bunaqa ko'rinishda. Ax kvadrat plus bx plus c. Demak, y teng a 4x kvadrat b minus 5x c 3. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, keyingisi 47. Qirqinchi misol. Demak, koordinatalar qaysi? 0 20. 4 0 5 Xo'p, qaranglar. Demak, yana kvadrat funksiyani mana bunaqa ko'rinishda izlaymiz. Y teng ax kvadrat plus bx plus c. Y nechaga teng? 20. X ni joyiga nima qo'ysam? 0. Xo'p, x nechaga teng? 4 ga 4 teng y 0 ga teng, x 4 ga teng. A ko'paytirgan 4 ning kvadrati plus b ko'paytirgan 4 plus c. Keyingisida y nimaga teng? y 0 ga a ko'paytirgan 5 ning kvadrati plus b ko'paytirgan 5 plus c. Xo'p, mana 0, bu ham 0, c teng necha bo'lyapti? 20 2 20 C teng 20. Xo'p, keyingisi 4 teng kvadrati 16 16a plus 4b plus c teng 0 pastdagisi. 5 ning kvadrati 25a plus 5b plus c teng 0. Xo'p, c teng 20 ga
Shuni ayirib yuborsak ikkalasi. Menimcha ayirib yuborish ham shart emas. Tenglashtirasiz. Tenglashtirib yuborsak ham ko'p bo'ladi. Qo'yila olmaymi joyiga? Mana bunda 5 ga ko'paytiraylik. Shuni -20 ga. Bunisini pastdan 4 ga ko'paytiraylik. 5 ga ko'paytirsak tepa. 5 ni 16 ga ko'paytirsak 80a plus 21 plus 5 tengdir. Pastdagisi 100a plus 21 plus 4 tengdir. Ayiramiz. 100 tadan 80 tani ayirsak 20a bu ketdi. Minusmi? Tengdir. Sin ayirib qo'ysa 20a teng s nechaga teng o'zi? 20 a teng 20 a teng 1. A teng 1 bo'ladigan bo'lsa 1 da mana bu yerga olib qo'ysak bo'ladi. 1. Demak 25 ko'paytirgan 1 plus 5 1 plus s 20 tengdir. Ikkalasini qo'shsak 5 plus 45 tengdir. Shuni 5 ga bo'lib yuboraylik. 1 plus 9 teng 0. 1 teng -9. Demak kvadrat tenglamani biz mana buni ko'rishda izlayapmiz. X kvadrat plus 2x plus s. A nechaga teng bo'ldi? 1 ga X kvadrat minus 9x plus 20 bo'ldi. Boshqacharoq qilib ishlasang bo'lardi. 50. Uchi A nuqtada bo'lgan va B nuqtadan o'tuvchi parabola tenglamasi tuzing. Qaranglar. 50. Uchi A nuqta. A nuqta uchlar. Uchi 2. Shunda misol bor ekan. B nuqta esa 1-2. Mana bu parabolani uchi. Parabolani uchi degani demak qaysilaridir? x0 va y0. x0 necha ekan? Uchiga y0 chi? 2 ga. Endi kvadrat tenglamada y teng a x kvadrat plus bx plus s ni biz mana bunday ko'rinishda men boya tepada keltirib chiqardim. Ana oldin chiqaramiz. X minus x0 ning kvadrati plus y0. Xo'p, qarang mana. X0 nechaga teng? 3 ga. Y teng a ko'paytirgan x minus 3 ning kvadrati y0 chi? Plus 2 mi? Xo'p, endi x joyiga 1 bersak y nimaga teng ekan? X joyiga 1 bersak y. Mana bunga qaraymiz. Minus 2 teng a ko'paytirgan 1 minus 3 ning kvadrati plus 2. 2 bu tarafga nima bo'ladi? Minus 4 teng 1 dan 3 darsa. Minus 2 ning kvadrati 4a. A teng minus 1. Xo'p, endi biz a ni topdik. Endi x0 degan nima degandik? Minus 1 taqsim 2. Xo'p, shu nechaga teng x0? 3 ga. 1 dan yozib ketadi, minus 1 taqsim a nechaga teng? A nechaga teng bu? Minus 1 ga. Minus 2 ni bu tarafga ko'paytirsan. B teng 6. Endi mana bu yerda 6 qo'ysak bo'ladi. Y teng x kvadrat minus 6x plus s. S'ni topsak bo'ladi. S'ni topishimiz uchun a ni joyiga x joyiga xohlanglar 3 da, xohlanglar 1 da olib borib qo'ysangiz bo'ladi. Biz 3 ta olib borib qo'yamiz, mana. 3 ta olib borib qo'ysak necha bo'lar ekan y? Necha bo'ladi? 2. Demak, 2 teng 3 ning kvadrati minus 6 ko'paytirgan 3 plus 2. Plus s. 2 3 ning kvadrati
9 minus 18 plus s. Mana bu. Minus 9 Minus 9 bu tarafga o'tsa. 11 plus. Demak, endi bemalol yozsak bo'ladi. Kvadrat bemalol. Y teng x kvadrat minus 6x plus 11 ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi bu tarafiga grafiklarni chizamiz. Xo'p. 52, 56, 60. 52 misol. Pastda minus 4. Pastda minus 4 ta. Xo'p, demak, mana bu yerdan mana shu 3 ta nuqtani tutashtirishimiz kerak-da. Mana shunaqasi o'tib ketyapti adashmasam. To'g'rimi? Parabola shoxlari qayerga qaragan? Birinchi savol. Parabola shoxlari. Parabola shoxlari tepaga qaragan. Demak, A 0 dan katta. Mana bu S edi, eslayman bo'lsa. To'g'rimi? Nechida kesib o'tyapti? Nechida? Minus 4 ta. Xo'p, mana bu 4 edi-da. Qaranglar. Necha joyda x o'qini kesib o'tyapti? Ikkita joyda. Demak, bitta ildizi x teng 4, ikkinchi ildizi minus 1. Xo'p. Endi joyiga qo'ysak. Y teng a x kvadrat plus bx plus s. Xo'p, qaranglar. S nechaga teng? Pastdagi. Minus 4 ga joyiga olib qo'ysak. Y teng a x kvadrat plus bx minus 4. Demak, x ni joyiga bir marta 4 bersak, y 0. X ni joyiga bir marta minus 1 bersak ham y 0. Demak, 0 4 beryapmiz. 4 ni kvadrat. X joyi plus 4b minus 4. Keyingi holatda minus 1 bersak 0 teng a minus b minus 4 mi? Xo'p, tepani mana buni 4 ga bo'lib yorsak hammasi. 16 ni 4 ga bo'lsam 4a plus b minus 1 teng 0. Pastdagining o'zi. Minus 4 bu tarafga o'tsa a minus b teng 4. Minus 1 nariga qo'ysa nima bo'ladi? 1 o'tadi. Shuni tengi qo'yib, 1 qo'yib ketsam bo'ladi. Endi shuni qo'shib yorsam. 5a teng 5 ga, a teng 1. 5 a teng 5, a teng 1. Shu 1 da mana bu yerga olib qo'ysam. 1 minus b teng 4. 1 nariga o'tadi, 4 nariga o'tadi. B teng 1 minus 4. Necha bo'lyapti? Minus 3. Endi kvadrat tenglamada y teng a x kvadrat plus bx plus s ko'rinishda edi. Y teng a x kvadrat b minus 3x s plus 4 da. S minus 4 ku. Plus 4 qo'yib ketdik. Kvadrat tenglama mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, keyingisi. 56. Varians qilmaydi? Yo'q. Yo'q, ishlayapsiz.